Mana yana ketdi mana Xitoyliklar mana kasobda kiratib ketkizyapmiz. Ko'rganingizda. Tashlayapmiz. Ko'rishlar mumkin Xitoyliklar ketyapti. Yig'ishtirib ketyapti. Hamma yo'g'ini. Mana reklamalarni birma-bir yechyapmiz. Akalar ko'rishlar mumkin mana. Reklama uyg'on. Ko'chadagi reklamalarni yechyapmiz. Hammasini yechib tashlaydi hozir. Xitoy deylaringiz, xitoyliklar ham ketib qolyapti. Nimaga? Bilasizlarmi? Videoga bitta like bo'lsin, videoni oxirigacha ko'rsalaringiz tushuntirib beraman. Hamma blogerlar mana xitoylik, ana xitoylik dedi, ular qo'rqib qoldi. Biz nima qilibmiz ekan? Hammasi bizni syomka qilyapti. Dedi-da, to'g'rimi, to'g'rimi? Sizda ham birov kelib oldingizga boshqa davlatda bo'lsangiz, syomka qilib tursin tepangizdan qo'rqasiz. Shugoniga tushib qolasiz. Men nima qildim ekan ular meni bu darajada syomka qilyapti? Shu videoni o'sha xitoyliklarni tindirmasdan syomka qiladigan tanish blogerlarga jo'natib qo'yinglar. Hammaga katta rahmat. O'zlaringizga ehtiyot qilinglar, gazini bosinglar.